Yoshligimizdagi go'shtsiz non jarkob bolam bugun. Hamma sabzavotlarni orqama-ketin chiroyli qilib to'g'raymiz, azizlarim. Kartoshkalarimizni to'g'rab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim, ishimizni boshladik. Bolgarskiy hamma sabzavotlarimizni sovoramiz. Pomidorlarni ham sovoramiz. Ustiga kartoshkalarni solib dimlab olamiz. Mana shunaqa suvi qochgan nonlarni to'g'rab, ichiga bostirib olamiz. Ozgina suv quyib olamiz. O'z qo'llarimiz bilan ajoyib salat qilamiz. Azizlarim, endi eng muhim joyiga keldim. Nonni bostirib olamiz. Buni endi Nargiz opa chiroyli qilib yeb beradi, azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Tabiat qo'ynida mehrli non jarkob, azizlarim, osh bo'lsin. Assalomu alaykum, Chilonzor ahli, hammanglarni Nargiz opa sizlarni Shuhratli xonimxonada kutyapti. Manzilimiz Shuhrat chorrahasida, to'g'rimizda Evis bilan nomdor somsa. Xonimxonamiz salkam 12 soat ishlayapti. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Xonimlarim asal. Sog' bo'linglar, kelinglar. Yaxshimisizlar hammanglar? Faqat tomosha qilib o'tiraverasizlarmi? Chilonzor Shuhrat chorrahasida mashunaqa bomba xonimlarga nima deysizlar? Buni mazza qilib yeb kompotlarimizga ichishga nima deysizlar? Hammanglarni kutadi Nargiz opa. Osh bo'lsin.